Tog'ni maydalab yuboradigan sura. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Bu kishi dardga chalingan bir kishining qulog'iga nimanidir o'qidilar. U sog'ayib ketdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uning qulog'iga nima deb aytding deganlarida, bu kishi Mu'minun surasining 115-oyatidan to oxirigacha o'qiganlarning xabarini berdilar. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, agar biror kishi mana shu oyatlarni ishonch bilan o'qisa, tog'ni ham maydalab yuboradi dedilar. Ibn Sunniy rivoyati.